Hey yo, hammaga assalomu alaykum deb qolaman. Sizlar bilan har doimgidek Fearflex kanali. Qalisizlar, charchamayapsizlarmi? Tuzuymisilar? Xo'p, o'tgan safargi qismida sizlar bilan, ya'ni Outlast seriyasini davomini tugata olmagandi, ya'ni lift pastga tushib ketgandi. Men o'yinni bitiray deb o'ylagandim, to'g'risi. Lekin yana davom bor ekan. Mana qaranglar, qanaqadir muzlagan, qanaqadir g'alati joy. Hozir mana shu joyni sizlar bilan birgalikda o'ynaymiz, xudo xolasa. Mana shu o'ylayapman, men oxirgi joyi bo'lsa kerak o'ylayapman. Ya'ni final qismini o'ylayapman. Hop, mana qon izi bo'ylab yuramiz-da, endi boshqa naqa ham yuramiz. 2 dona batareykamiz bor ekan. Eplab boramiz. Bu juda qorong'i emas ekan-ku. Menimcha kiriladi. Voy bu. Bu yerda ham xonalar bor ekan. Birorta narsa bormikan? Dokumentlar bo'ladi-da, shu yerda ham. Tupik, lekin dokumentlar bo'ladi. Men aytdim-ku, dokument bor deb. Voy bu. Me'yor o'yinda oxirida hali qora sharpa biz rosa quvlandi, lekin nima qilaman? Ushalmadi. Ya'ni bizga tegmadi keyin. Bet hech bola yo'q ekan bu yerda. Mana chiqish bo'lsa kerak mana shu yerda. Mana ishga borsa hozir chiqib ketamiz menimcha. Yana bilmadim. Lekin qora sharpa chiqib bo'lmasin deb bitta. O'sha bekorga emas ketdi-da. Manimcha bitirdik. Просто takka bo'lsa kerak desam, ana aytdim u chiqdi deb. Nima qiladi hozir? Quvlayapti. Qochish kerak endi. Quvlayaptimi? Quvlayapti, qochish kerak. Shu bir narsa ko'nglim sezdi-da, mana shu chiqarib o'yladim o'zi, ana bo'ldi bu. Chiqishi eshik yopilib qolibdi desam, voy. Manimcha bu tuzoq, ko'vini tili bir shikili. Yo, tili bir emas ekan. Ana. Shuncha payt biz o'ldirolmagan nimani haligi qorni katta bor edi-yu. Bu bir pasda eplab tashladim, qaranglar, voy bu. Mana ochilib qopti, mana. Voy bu. Mana ochiladimi? Yo'q. Kim bu endi bu? Mana rasmni ko'ryapsizlarmi? Mana shu bo'lsa kerak menimcha. Mana. Bu nima deyapti bu chol? Menimcha bir narsani tushuntirmoqchi bu bizga. Lekin mana askarga hech bo'la qilmabdi mana. Lekin o'lgan. Bu nima deyotganini tushunmayapman to'g'risi, lekin bir narsa haqida tushuntiryapti, qarochi. Ana u mahluq haqida tushuntiryapti, qora sharpa haqida. Mana eshikni ochdi-da, yangi topshiriq berildi. Orqaga qaytsak, mana bu yerda eshik ochilib qolibdi.
lekin birinchi marta boru nima Outlast o'yini ichidagi eng yorug' joylar mana shu bo'lsa kerak menimcha. Eng yorug' joy mana shu ko'rdim-da men o'yin davomida. Vay. Mana ham yo'l bor ekan. Ayo, prostak, onacha. Nima? O'yin cho'zish uchun-da endi. Nima bo'lyapti yana? Obbo, yana bo'lyapti bu. U kelgan joyga biz ketishimiz kerak menimcha. Hozir kiramiz, haqqamizdan qo'ylaydi, qaraymiz. Bunday chaqilish zo'r yo'lida bu. Yetib oladi hozir, tezroq qochish kerak. Menimcha ishini yopsa ham o'tarsa kerak, maqnuma sharpa yo'q. Va tepaga yo'l bor ekan, tepaga chiqamiz. Vaqtimizdan hali ham quvlayapti menimcha. Mana, tanasi. Ko'ryapsizlarmi? Uy. Qora sharp ekanda bu. Nima bo'ldi mana? Evet, berkit. Berkit demoqchi edim. Oh. Demak, yo'l mashg'ulot ko'rsatyapti. Shaqqa yuraveramiz. Da. Nima mana? Kim bu demoqchi edim, to'g'risi. Voy-vo. Nima bo'lib ketgan bunga? Da, mana bitta qo'l bosadigan joy bor ekan. Bitta barmog'imiz yo'q-ku, qanday olamiz? Dokument olaylik. Короче, nima kerak kerak? Qani, mana qilib ko'raylikchi, yorug' ekan. O qon izi bor ekan, bitta ham shu tomonga qarab yuraveramiz. Nima olsa bo'ladimi? Yo'q. Просто nima o'zi bu? Ruchka shikli. Mana. Hop. Bu tomonda ko'rgan bo'lsanglar, qaysidir ishi turadi, o'sha zina yechib ketilgan. O'sha yoqqa yugurishimiz kerak endi menimcha. Ana u yana keldimi deyman, ha? Menimcha aqamizdan qo'ylayapti. Hozir qaramay qoraylik, tinchtiraylik. Ha, qo'ylayapti. Men qaysi joyda aytdim? O tomonda. Ketib ketamiz-da, boshqa yo'l yo'q ekan. Yo'llarga boshqa yo'q, bu tomonda yo'l yo'q, bu tomonda yo'q, degan chaqqa yuramiz. Hop, qayerga yurish kerak endi? Yo'q, mana. Zina bor ekan. Voy, bu tugaydimi bu zina o'zi? Ancha tugatib qoldik o'yinda. Yana bilmadim. Shu oxirgi eng katta boss mana shu bo'lsa kerak-da, sharpa. Yoki bundan qutulib qochishimiz kerak, xullas. Ha, sakrab o'tamiz. Da, yaxshi. Hoppa, yana quvlayapmiz. Ha, bo'ldi. Menimcha kirolmaydi. Ha, mana. Ko'pdi. Ko'rdilarmi? Betini ko'rdilarmi? Bizga xunga qaradi lekin, to'g'risi. Hali sendan qasos olaman dedi. Biz unga nima qilibmiz o'zi? To'g'ri qildim. Ya, qayerda ochish kerak?
Barmoqda o'ryansizlarmi? Nima balo bo'ldi endi? Yana quvlayaptimi? Deyman. Beti ham siklet tashlar ekan. Mana shu tozalab beruvchi gaz shikili menimcha bu. Nimaligini bilmayman. Hozir yana quvib qolmasa bo'ldi. Aytdimmi? Bu yerda yo'l yo'qmi? Yo'q. Yana orqaga qaytamiz, aka. 1, 2, 3. Hop. Voy, shavolli. Biron narsa xato qildingmi? Yoki o'yinda shunaqa joyi bor, menimcha. Voy, zarb bilan yerga tushib ketdi. Da, shunaqa joyi bor ekan o'zi. Yana quvlayapti, voy. Hali o'lik qani mana. Endi mana bossa yonadi menimcha. Da. Nima bo'ldi? Qaysidir elektr tokini o'chirdik desam, voy, keldi mana. Qanaqa otsa bo'ladi bilmayman. Hech ishlamayapti. Kamera ham tushib qoldi. Nima qilyapti? Ichi kirib oldi, ko'rdilarmi? Mana shu balani ichiga kirib oldi hozir. Seryoz, ko'rganlar endi videolarga qaytarib ko'ringlar-da. Ichiga kirib oldi mana shu balani. Endi Supermenga aylanamizmi deyman. Uyga nima sekin yuryapti bu? Bo'ldi. Voy. Tushunganday bo'ldim lekin. To'g'ri. Endi orqaga qaytish kerak menimcha. Bitiramiz hozir. Yana bilmadim. Voy, shuncha cho'dan o'tib ketdik-a sizlar bilan. Qoyilay. Hozir yana davom bo'lsa-ya. Davom bo'lsa yana majbur o'ynaymiz. Chunki o'yinni bitirish kerak-da, men yoqmaydi mana shunaqa. Fel yoqmaydi. O'yinni oxirigacha bitirish kerak o'zi asli. Bitta o'ynadimi, boshladimi, bu tugatish kerak. Bitta o'tirishda o'ynash shart emas. Qismlarga bo'lib o'ynash kerak. Yur endi, Uncha lattalandi bu bola ham. Assalomu alaykum. Tinchlikmi desam, va mana shu joyini YouTube'da ko'raverdim to'g'risi. Oxir ekanda demak. Ishli yo'q bu bola. Ana bo'lmasam. Men nima dedim sizlarga? Ichiga kirib olgan degandimmi? Ichidan olsa qotgani uchun chiqib, ularda ham mazasini qochirdi. Da, o'yin tugadi. Voy, yomon qiziq o'yin bo'ldi lekin. To'g'risi tan olishim kerak. Вообще zo'r o'yin bo'ldi. Demak, bu jinnonada hech qaysi odam tirik qolmas ekanda, ya'ni hamma o'lib ketar ekan. Balani o'zi ham o'ldi, lekin ana u qora sharpa tirik ekan hali ham. Ovozini eshitgan bo'lsanglar, mazasini qochirdi hammasini. O'ldirib tashlatdi hammasini. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r o'yin bo'ldi degan umiddaman. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, xudo xolasa ikkinchi qismini ham kommentariyaga yozib qo'ysanglar, ikkinchi qismini Go'da yozib qo'ysanglar, o'zi tushunaman. Ikkinchi qismini ham xudo xolasa
tayyorlab qo'yganman, faqat videoga chiqarib o'ynash oldi xolos. Mana birinchi qismini full tugatdik, agar yana davom bo'lmasa tugadi-da o'yin, boshqa qismi yo'q menimcha. Nima bo'lsa ham, lekin yaxshi o'yin bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bosib ketish ham esingizdan chiqmasin. Aytgancha qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, men har video chiqarganimda xabardor bo'lib turasizlar, sizlarga kelib turadi. Qidirib yotmaysizlar. Mayli, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog', salomat bo'linglar.